Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan o'tgan darsda o'tgan string metodlarimiz bo'yicha ozgina amaliyot qilib olamiz. Xo'p, string metodlar juda ham tez esdan chiqadi agar amaliyot kam bo'lsa. Keling, o'shaning uchun ozgina ularni takrorlab olish uchun amaliyot ham qilib olamiz. Birinchi masala, berilgan stringni uzunligini hisoblab, agar uzunlik 10 dan katta bo'lsa, uzun, agar undan kichik bo'lsa qisqa degan so'z qaytaradigan dastur yozamiz ekan. Xo'p, buning uchun bizga shartli operatorlar kerak bo'ladi. O'sha if else'larimiz kerak bo'ladi. Keling, demak ishlatib ko'ramiz. Berilgan matn bizda misol uchun JavaScript darsliklari bo'lsin. Xo'p, hozircha shu uzunlik bizga yetadi. Endi yozishimiz kerak. Agar berilgan matnimiz bizda uzunlik topadigan metodimiz length edi. Katta bo'lsa 10 dan deyilgan. Mana agar 10 dan katta bo'lsa, bu bizga console.logga uzun chiqarish kerak. Aks holda else deymiz shunchaki. Bu bizga console.logga qisqa degan yozuv chiqarsin. Xo'p, mana ko'ramiz bizda uzun qaytdi. Rostdan ham bu bizda 10 dan uzun. Endi yana ko'ramiz, o'chib tashlab ko'radigan bo'lsak qisqa chiqdi, demak 10 dan kichkina ekan. Bo'ldi, bizda dasturimiz to'g'ri ishlayapti. Mana bizning birinchi dasturimiz tayyor. Keyingi berilgan masala, berilgan matnni katta harflarga aylantiring. Const matn dasturlashni o'rganing degan so'zni katta harflarga o'zgartirar ekanmiz. Xo'p, ko'ramiz endi birinchi o'rinda const matn dasturlashni o'rganing deylik. Mana shu so'zni katta harflarga o'zgartirishimiz kerak ekan. Birato'la console.log yozsam ham bo'ladi yoki let result, ya'ni natija teng matnni katta harflarga o'zgartirish uchun to uppercase metodidan foydalanamiz. Mana va console.logga resultni chiqarib ko'ramiz. Ko'rishingiz mumkin, dasturlashni o'rganing degan yozuv chiqdi. Demak, katta harfda chiqdi hammasi mana. Demak, bizda hammasi to'g'ri ishlayapti. Bu masalamiz ham yechildi. Uchinchi masala xuddi shunga o'xshash, katta bo'lgan harflarni kichikroq degan. Buni o'zingizga qoldiraman, buni o'zingiz qilasiz. Matn ichida to'rtinchisi, matn ichida o'rgan so'zi bor yo'qligini tekshiring. Const matn dasturlashni o'rganing degan bizning matn bor ekan. Const matn dasturlashni o'rganing degan so'z bor ekan bizda. Keling, yana katta harfda qo'yib olamiz. Xo'p, shu tekstimiz ichida o'rgan degan so'z bor yoki yo'qligini tekshirishimiz kerak ekan. Ajoyib, demak bunga yana if kerak bo'ladi. Tak, agar if matn ichida bizda includes metodini ishlatamiz. Includes metodini ishlatamiz va bizga kerak bo'ladigan so'z o'rgan. Agar o'rgan degan so'z bo'lsa, nimadir qaytarishimiz kerak. console.log o'rgan so'zi matn ichida mavjud deylik. Mavjud. Ya'ni mana bu narsa agar o'rgan degan so'z buning ichida bo'ladigan bo'lsa, true qaytaradi. Agar bo'lmasa, bizga else qaytarilishi kerak. console.log o'rgan so'zi matn ichida mavjud emas. Ko'ramiz. O'rgan so'zi matn ichida mavjud degan bizga birinchi condition qaytdi. Demak, rostdan ham o'rgan degan so'z bu yerda mavjud ekan. Juda yaxshi, buni ham yopamiz. Keyingi masala, JavaScript matnida s harfi qaysi indeksda ekanligini toping va chiqaring degan masala kelibdi. Juda yaxshi. Xo'p, JavaScript matnida s harfi, demak let matn java script deymiz. Xo'p, shunda katta s harfi qayerdaligini topishimiz kerak ekan. Biz o'zgaruvchi olib olamiz. Let index
matn index of s xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni biz hozir nima qilyapmiz? Mana bu index degan o'zgaruvchimizga mana bu matn ichidagi s harfini indeksi qaytadi. Keling, mana shuni endi konsolga chiqarib ko'ramiz. Console.log index degan so'zni chiqarib ko'ramiz. Xo'p, 4 qaytdi. Demak, rostdan ham bor ekan. Keling, buni o'rniga x degan so'zni qo'yib ko'raylik, nima qaytar ekan? -1 qaytdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Agar topa olmasa -1 qaytadi degan gap bor edi. Juda yaxshi. Xo'p, buni yopib turamiz endi. Va oxirgisi JavaScript matnidan faqat script so'zini ajratib oling deyapti. Juda yaxshi. Keling, mana shu matndan script so'zini o'zini ajratib olamiz. Buning uchun bizga qanaqa metod kerak bo'ladi? Let's matn JavaScript da slice, lekin biz 0 emas. Buni olib tashlayman, kerak emas. Mana bunday holatga o'tkazamiz. Ya'ni matnni 4-indeksdan boshlab s harfidan boshlab bu yoqqacha kesib olgin deyman. Keling, endi resultni chiqarib ko'ramiz. Console.log result. Ko'rishimiz mumkin, mana bu yerga script chiqib keldi. Ya'ni slice nima qilardi? 4-indeksdan boshlab oxirigacha kesib olar edi. Endi start end degan narsa bor edi bu yoqda. Agar 4.5 yoki 6 deydigan bo'lsam, menga 6-indeksgacha bo'lgan joyini kesib berar edi. Xo'p, juda yaxshi, lekin bizga bitta berilishi kerak bu narsa va buni yopib qo'yaman. Juda yaxshi. O'zingiz ham mana shu metodlarni, mana shu masalalarni o'zingiz yechib ko'ring. Meni yechimimga qaramasdan, agar qiynalib ketsangiz, mana shu yechimni ko'rib qilib olasiz.